Sergeli tumani Elbrus mahalladagi navbatchi uyimizga keldik. Bu uyimizni 175 sotuv, 3 ta xona, 1 ta hol, 3 ta sanuzel, 153 kvadrat. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda mana yozgi oshxona joy qoldirilgan. Bu yerda shunaqa katta darvoza qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga bemalol ikkita mashina sig'adi. Bu yerda mana zeleniy zona joy qoldirilgan. Bu yerda bizda sanuzel, mana bizda fasad ko'rinishi, podvol. Shu oshxonaning tegi podvol. Hozir uyni obzor qilib beraman. Ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Mana bizda bu yerda ko'rinishimiz hol. Ko'rayotgan bo'lsanglar, holimiz kattagina. Böyle güzel sanuzel. Burada bizde de oshxona. Oshxonamiz shunaqa chiroyli mebellar bilan qilib qo'yishgan. Burada bizde de orqada havo aylanish uchun shunaqa joy qoldirilgan. Burada bizde de kotelnik. İkinci etaj bizde ko'rinish. Bu bizda xona. Bu bitta xona. Burada mana balkonga chiqsa bo'ladi. Burada bizda sanuzel. Burada yana bitta xona bizda. Chiroyli kompakt qilib qurilgan. Biz bu uyimizga 155 ming so'raymiz.